Assalomu alaykum hammaga. Bugun ikkinchi darsimiz ustun shaklda ayirishni o'rganamiz. Xo'p, ustun shaklda ayirish qo'shishdan biroz qiyinroq, biroz murakkabroq, lekin bu ham ancha oson bo'lgan mavzulardan biri hisoblanadi. Xo'p, ustun shaklda amallarni bajarish bizga qachon kerak bo'ladi? Ya'ni biz qachon katta sonlar bilan ishlayotganligimizda ustun shakldan foydalanganligimiz biz uchun ancha qulaylik tug'diradi. Hop. Hozir 6 ta misol ko'rib chiqamiz va 6 ta misol ko'rgandan keyin ustun shaklda ayirishdan deyarli sizda muammo qolmaydi. Hop. Ustun shaklda ayirishda o'sha har doim ustunni to'g'ri shakllantirib olishimiz biz uchun muhim. Misolimiz to'g'ri chiqishi uchun va ustun shakllantirayotgan qanday shakllantirishimiz kerak? Birlar xonasining ya'ni birinchi sonning birlar xonasining tagiga ikkinchi sonning birlar xonasidagi son to'g'ri kelishi kerak. Ya'ni xonalari bir-biriga to'g'ri kelganda bizning misolimiz to'g'ri chiqadi agar to'g'ri ishlasak. Hop, 3 dan 2 ni ayiramiz. 1, 9 dan 4 ayiramiz. 5. Demak 93 dan 42 ni ayirganimizda 51 chiqadi. Hop. 214. Ayirishni boshlaymiz. 8 dan 4 ni ayirganimizda javob 4 chiqadi. 7 dan 1 ni ayirsak 6, 3 dan 2 ni ayirsak 1, 1 dan hech qanday son ayrilmasa 1 ning o'zi, ya'ni 1378 dan 214 ni ayirishimizdan hosil bo'lgan son 1164 ga teng. E'tibor bergan bo'lsangiz, ayirishda ham qo'shish kabi o'ng tomondagi sondan boshlab amal bajarishni boshlaydi va hozir 3-misolda bizda kichik savol tug'ilib qoladi. Ya'ni bu yerda har doim katta sondan kichik sonni ayirayotgandek, endi biz hozir qanday qilib 1 dan 3 ni ayiramiz? Mumkin emas-ku degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Buning uchun biz qarz olishimiz kerak. Ya'ni agarda bitta chap tomonda joylashgan son 0 ga teng bo'lmasa, qarz olamiz. 0 ga teng bo'lsa, o'sha 0 uchun alohida qarz olamiz. Ya'ni keyingi misolda ko'rib chiqamiz bu narsani. Hop, ya'ni bitta chap tomondagi turgan son 9, bundan bir qarzni olganimizda va qarz olishda shuni unutmasligimiz kerakki, bir qarz oldi degani u son 2 ga aylandi degani emas. Bir qarz oldi degani bir qarz olsa 11 bo'ladi, 8 bir qarz olsa 18 bo'ladi, 9 bir qarz olsa 19 bo'ladi. Shunday, ya'ni bir qarz oldi degani 10 soni qo'shildi deganiga teng bo'ladi. Hop, bir qarz berganda 11 hosil bo'ldi va 9 da 8 qoldi. Ya'ni bu bir qarz bergani uchun o'zida 8 qolishiga erishdi. Hop. 11 dan 3 ni ayiramiz endi. 8 dan 6 ni ayiramiz. Ya'ni bu yerda bir qarz bergandan so'ng 8 hosil bo'lganda 8 dan 6 ni ayirganimizda 2 hosil bo'ladi. 4 dan 3 ni ayirsak 1. Ya'ni 491 dan 363 ni ayirsak 128 hosil bo'ladi. Hop, keyingi misol. Keyingi misolda ham shunday. Kichik sondan katta sonni ayirishga majbur bo'lib qolgan paytimizda bir qarz olishimiz shart. 6 dan bir qarz 1 ga berilsa 11 hosil bo'ladi. 11 dan 9 ni ayirsak 2. Hop, 6 bir qarz berganligi uchun o'zida 5 qolgan. 5 dan 2 ni ayirsak 3. Va bu yerda yana o'sha holat keldi. 2 dan 5 ni ayirishimizga to'g'ri kelyapti. Shu sababli bundan bir qarz olamiz. 12 hosil qilamiz. 12 dan 5 ayirsak 7. Va bu bir qarz bergani uchun 6 qoladi. 6 dan hech qanday son ayrilmaganda ham o'zi tushadi. Hop, demak 7261 dan 529 ni ayirganimizda 6732 hosil bo'ladi. 6732. Hop, 5-misol. 5-misol, yana bizda o'sha holat kichik sondan katta songa ayirishimiz kerak bo'lib qoldi va 2 dan 0 ga bir qarz beramiz. 10 hosil bo'ladi. 10 dan 9 ayirsak 1 va 2 ning o'rnida 1 qoladi va 1 bunga murojaat qiladi qarz olish uchun va bu o'zida hech qanday narsa yo'q bo'lganligi uchun
bu bundan qarz oladi. Ya'ni bu bunga qarz berishi uchun o'zi ham bundan qarz olgandagina bunga qarz bera oladi. Hozir chizib ko'rsataman. Shunda tushunarli bo'ladi. Bu uchun o'zining oldida turgandan qarz so'raydi. Shunda bu 10 ga teng bo'lib qoladi va bunga 2 ga qarz bergandan so'ng bu 12 bo'ladi va 12 hosil bo'ladi va o'zida 9 soni qoladi. Xo'p. Ishlasak ancha tushunarli bo'ladi. Xo'p, bu bundan qarz olganda 10 hosil bo'ldi, 9 ni ayirdik, 1 bo'ldi va bu bunga murojaat qildi, bunda yo'q, bu bunga murojaat qildi, o'zida 10 hosil qilib olgandan so'ng bunga qarz berib yubordi va bunda o'zida 9 qoldi. Xo'p, bu bir qarz berganligi uchun 1 qolgan edi, ya'ni 12 emas, 11 ekan. 11 dan 3 ni ayirsak 8 va bu yerda 9 qolgandi, chunki 10 dan mana bu yerda qolgan 1 soniga qarz berildi, 11 bo'ldi. 8 ayrilganda 8 hosil bo'ldi. Bu yerda 9 ning o'zi qolganligi uchun 9 ni o'zini yozamiz. 9 dan 0 ayrilsa 9. 7 0 ga qarz berganligi sababli o'zida 6 qoldi. 6 dan 2 ni ayirsak 4, 1 dan hech qanday son ayrilmaganda 1 ning o'zi hosil bo'ladi. Ya'ni 17020 dan 2039 ni ayirganimizda 14981 soniga erishamiz. Xo'p. Endi yana biroz murakkabroq misol, ya'ni bu bundan qarz olish kerak, bunda yo'q bo'lganligi uchun bundan qarz oladi. Bunda ham yo'q bo'lganligi uchun bundan qarz olishga to'g'ri keladi. Ya'ni bundan ular qarz olishi kerak. Xo'p, buni ham chizmada ko'rsatib beraman. Xo'p, 1 bunga qarz berdi. O'zida 0 qoldi va bu 10 ga aylandi. Ya'ni 10 keyin 0 ga qarz berganda o'zida 9 qoldi va buni 10 ga aylantirdi va bu bunga qarz berganda buni 10 ga aylantirdi va o'zida 9 hosil bo'ldi. Xuddi shunday qilib yozib olamiz. Ya'ni odatda bunday qilib qarz berilgan paytda har doim eslab qolishimiz kerak va odatda bunday qilib yozib chiqilmaydi. Hozir tushuntirish uchun sizlarga ya'ni ko'rsatish uchun shu strelkalarni joylashtiryapman. Hop, 10 dan 9 ni ayirganimizda 1 hosil bo'ldi. Buni bu yerda 9 qolib ketgan. 9 dan 1 ni ayirsak 8, 9 dan 2 ni ayirsak 7 va bu yerda hech qanday son qolmagandi, ya'ni 1 bunga berganda o'zidan 0 hosil bo'lib qoldi. Bundan qarz oladi. Hop, qarz olganda 10 soni hosil bo'ladi. 10 dan 7 ketsa 3 va bu qarz berganligi uchun 1 ning o'zi qoladi. Ya'ni 21000 sonidan 7219 sonini ayirsak 13781 soni hosil bo'ldi. Xo'p, yana bitta misol ko'rib chiqamiz. Ya'ni o'sha ko'proq qarz oladigan biror bir misol yozib ko'rib chiqamiz. Shundan keyin menimcha bu misolni ishlashni tushunib olasizlar. Ustun shaklda ayirishga doir yana bir misolni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 120 000 2 dan 93 015 sonini ayiramiz. Xo'p, odatda qanday ishlansa, xuddi o'sha usul bilan, o'sha chizma bilan ishlaymiz. Ya'ni bu yerda o'sha ko'rsatkichlar bilan ishlagandek, bu yerda bo'lsa hech qanday bunaqa yozishlarsiz ishlaymiz. Xo'p, 2 dan 5 ni ayirishimiz kerak va bu mumkin emasligini bilamiz. Va qarz olishni boshlaymiz. Bundan qarz olmoqchi bo'lsak, o'zida yo'q, bu bundan qarz olmoqchi bo'ladi, bu bundan qarz olmoqchi bo'ladi, oxiri bundan qarz olish iloji bo'lib qoladi. Ya'ni 2 dan qarz olindi.
va ikkini o'rnida bir hosil bo'lib qarz olinganligini, ikkidan olinganligini eslab qolamiz. Va endi bu qarz olganda 10 hosil bo'ldi. 10 dan bu bir qarz beradi. Bunda 10 hosil bo'lib, bunda 9 qoladi. Bu 10 bunga qarz berganda o'zida 9 qolib, buni 10 ga aylantiradi va bu 10 2 ga qarz berishi kerak edi. Va yana bu yerda 9 hosil bo'lib, 2 ga qarz berganda 12 hosil bo'ldi. 12 dan 5 ni ayiramiz 7. Bunda 9 qolganda 9 dan 1 ni ayirsak 8, 9 dan 0 ni ayirsak 9, 9 dan 3 ni ayirsak 6. Bu yerda 2 bor edi. Bu bir qarz berib yuborganda bir hosil bo'lgan edi. 1 dan 9 ni ayirib bo'lmaydi. Shu sababli bu 1 dan qarz oladi va o'zida 11 ni hosil qiladi. 11 dan 9 ni ayirsak 2 va bu yerda 0 qoladi. Hech qanday son yozishimiz shart emas. Ya'ni buni qarz berganda o'zida hech qanday son qolmadi. Ya'ni 120.002 sonidan 93.015 sonini ayirganimizda 26.987 soni hosil bo'ldi. Hop, ustun shaklda ayirish mavzusi shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha